qirg'izlar malades. Gap yo'q, respekt dedim-ku. Sarichelaga shuncha kelib, har yili kelaman. Necha marta kelib, endi e'tibor berinman. Bitta ham musur yo'q-da, qoyilmisizlar. Baklashga yoqda tursin, bitta konfet qog'ozini topganim yo'q. Kuni bilan aylanib yurib, bitta ham topmadim. Bitta ham. Eng qizig'i odam gavjun joyda. Da, rassa odam ko'p. Tiqilib yotibdi turistlar, lekin realni bitta ham musur Yoki siz ko'rdingizmi, opa? Mana siz ham ayting, umuman yo'q, to'g'rimi? Dash bitta konfet, bitta qog'ozi yo'q. Mana qanaqa toza. Nimaga chiroyli? Nimaga chiroyli? Chunki musur yo'q. Oddiymo ko'chalari mana. Mana odamlar yashaydigan joy. Musor chiqib qolmasin. Yo'q. Yo'q, rostdan yo'q. Mana yaqinroq qiling. Qoyilmisizlar, вот qanaqa asrash kerak odam o'zi yashayotgan joyda. Qoyil qirg'izlarga malades. Respekt. O'rganishimiz kerak, o'rganishimiz. Hatto sigirlar ham yo'lga chiqmas ekan. Hatto shular ham bilar ekan-da. Rostdan qarang. Yo'q, realni toza-da, rostdan. Mana odamlar yashaydigan joy. Qani musur ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Конечно, qirg'izlar malades. Gap yo'q, respekt dedim-ku. Gap yo'q, o'rganishimiz kerak bo'lgan ishlar, narsalar bor ekan. Men qoyil qoldim. Ana ta'zimdaman deydi-yu, xuddi shu.